arzonchiroq uy qidirib yurgan hurmatli obunachilarimiz uchun diqqat bilan eshitamiz. Anaqa 5 qavatli panelli domda birinchi qavatdan umumiy maydoni 35-38 metr kvadratdan iborat bo'lgan srochniga bitta kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Srochniga. Aynan srochniga pul kerak bo'lsa bizga aytinglar, shunaqa uy sotadigan odamlar bo'lsa, menga ayting degan hurmatli obunachilar, bizlarni yaxshilab eshitinglar. Aynan men ko'rsatadigan uyimizda hozir 3 kun ichiga sotilishi kerak. Uy egalariga 3 kun ichiga pul kerak. Ya'ni bitta joyga pul vlajit qilyaptilar. Uyimizning narxi ham juda ham arzon narx so'ralyapti. Remonti bilan teng bo'ldi. Manzilni aytsak, manzil Buxoro shahar, Gulliver restoran deb kelasizlar. Domimiz 38 metr kvadrat, remont bilan birgalikda deyapmiz. Uyimizning narxi hammaga qiziq. Uyimiz oldingi narxi 25.500 AQSh dollar so'ralgan edi. Shu kecha kunduzda uyimizning narxi 23.000 AQSh dollar so'raladi. Menimcha zo'r variant. 4-5 etajda shunaqa narxga sotganmiz. Juda ham keng va katta bo'lgan parkovka qismiga ega. Domimiz uglovoy emas, o'rtada joylashgan. Kamaga bunaqa plashatkachalar ham bor ekan, zelyoniy zonachalar. Videoni ko'ring va baho bering, hurmatli do'stlar. Bitta yaxshi ish qilishlari mumkin, ya'ni savobli ishga qo'l urishlari mumkin. Ya'ni shu videomizda o'zlaringga yaqin deb bilgan qarindosh urug', qo'ni qo'shnilaringizga ulashib qo'ysalaring, zero manfaatli ish qilgan bo'lasizlar. Bitta bir kishini bitta vatanlik qilib qo'ygan bo'lamiz. Keling. Hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa uyimizni obzorini boshlaymiz. To'g'rida kuxnya, sanzul va o'sha birinchi xonamizga o'zlari bilan keling. Shu xonamizni o'zini ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz panelli bo'linishiga qaramasdan remontlar top-toza, cho'tka ahvolda turibdi. Bularni issiqlik tizimi sentralniy bo'ladi. Issiqlik tizimidan nasib bo'lsa muammo bo'lmaydi. Oynalarni almashtirib qo'yibdilar, ko'ryapsizlar, akvaplast romlar. Kamiga ham rushetkalarni ham qo'yib qo'yibdilar. Orqa огород mavjud ekan, faqat orqa огородga hurmatli uy egalarining yoshlari katta bo'lgani uchun ishlov bermaganlar. Agar xudo xolasa kimda nasiba qilgan bo'lsa, o'sa agar orqa tarafini chiroyli bitta mehnat bersalaring, огородli ham bo'lib qolasizlar. Keling. Hop, perxonchilik qismini ko'ryapsizlar. To'liq aboy, uyimiz ham aboy. Ana bu yerda vanniy xonamizni ko'rishimiz mumkin. Vanniy xonamiz ham kafil qilingan. Sredniy remontda. Takoy zo'r demaymiz, bemalol yashash imkoniyatiga egasiz. Ana bu joyda kuxnyamiz. Kuxnyamiz lekin kompakt ekan. Chiroyli kuxnya naborchilar qilib qo'yibdilar, gaz plitalari mavjud ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, nima deb o'ylaysizlar? 23.5 mingga, astag'firullah, kechirasiz, 23 ming AQSh dollariga arziydimi, arzimaydi? Menimcha bu meni fikrim, aynan bozor ichida yurganingiz uchun 23 ming AQSh dollar zo'r narx deb o'ylayman. Buni 25, 25.5, 24, 23.5 ham degan bu. Biza arzon joy kanalda, aynan 23 ming baholaymiz va shu narxga nasib bo'lsa kelsalaring, zazorchasi va chiroyli narxga olib beramiz. Naqd yoki kredit faqat 3 kun ichiga pul kerak. Hurmatli obunachilar, e'tiborli bo'ling, 3 kun ichiga. Kim kelsa, inshaalloh yaxshi pulga beramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Like, obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Arzon uylarni o'tkazib o'rmaslik uchun arzon uy-joy kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqada eng yangi va eng yaxshisi faqat bizlarda chiqadi. Yaxshi kunda ko'rishguncha, hurmatli obunachilar.